Assalomu alaykum. Bugun haftaning 5-juma kunisi 1-may 05-2026-yil. Soat 5 atrofi yomg'ir yog'di. Yon qo'shnimiz sharofati bilan mana suv ko'lmak bo'lib turibdi. Menga turpag'ini to'kib qo'ygan. Suv o'tadigan joy yo'q. Mana yomg'ir yoqqanda mana shu yer ko'lmak bo'lib turibdi. Ko'kalamzor. Suv borligi uchun mana shu o'tlar o'sgan. Mana mayada suv yo'q. Bu yerda o'tam yo'qda. Mana shu yerda suv mayada ko'lmak bo'lib turibdi. Mana shu uyga zak uryapti mana shu suvni orqasidan. Lekin u zaklab beton yollashi, uy cho'kishmasiga kim kafolat berarkin? Telefon qilsa baqir-chaqir qilyapti. Men ko'rdim. Uylarga hech qanaqa zak o'tmagan. Mutahamchilik qilib shang'illayapti. Telegramdan bloklab qo'ygan. Telefonni ham bloklab qo'ygan mana. Odamgarchilik qani ekan, qo'ni qo'shnichilik qani ekan? Alloh insof bersin bunaqalarga. Agar suv bo'lmasa mana shu yer ko'karmaydi mana. Ajratib ketgan bu yerga. O'ylar sho'rlagan suv borligi uchun. Zak o'tib, so'kil sho'rlagan. Yomg'ir yog'yapti mana. Agar uy fundamenti yollasa yoki uy nima deydi? Cho'kadigan bo'lsa, bu odam men bilmagan edim deb suvdan quruq chiqishga harakat qiladi. Kimga ziyon? Menga ziyon. Bunaqa odamlarni nima deb atash kerak ekan bilmadim endi. Ayaqqa 2 mashina turpa to'kib qo'ygan. Turpa borligi uchun suv o'tmayapti. Mana ikkita tannodan suv tushadi mana. Tannodan suv tushib manga to'plangan. Suvni yo'li yo'q, suv ketadigan joy yo'q. Yomg'ir yog'sa mana shu yer ko'lmak bo'lyapti. Kimga murojaat qilishni ham bilmayapman. Nima deb o'ylaysizlar? Bunaqalarga qanday chora ko'rish kerak? Agar iloji bo'lsa izohlarda fikringizni yozib ketsangiz yaxshi bo'lardi.